Buni ko'tarsa, ko'tariladi. Наружный blok, bu внутренний blok. Teplовой nasosga. Buni split deyshadi. Mana ikkita shlankasi ulansa, bu kelib turib, mana gidroblokka mana tigiga ulanadi. Qalinga, yuqasi yuqaga. Freon keldi. Freon kelib turib, o'tib turib, asiga ulandi. Bu yerda freon yurdi, aylandi, issig'ini suvga berdi-da, mana bu yerdan chiqdi, mana shu pastidan chiqib turib, mana shu to'g'ri yo'nalish olib turib, mana bunga ulandik. Suv kiradi, обратка nasos tortadi, tortib turib, aylantirib, teplobmennikka tashiydi. Suvni teplobmennikda yurib, suv issiq bo'lib, qaynoq bo'lib chiqadi. Chiqib turib, teniga ulanadi. Issiq o'tib turib, chiqib turib, to'g'ri трехходовой servopривод bilan chiqadi. Bu отоплениянiki, mana GVS'niki. O'ta past haroratda -25 bo'lgandan keyingina qo'shiladigan ishlaydigan tem bu.